Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida xasta bo'lmang ko'rsatuvi. Studiyada men Nigora Karimboyeva barchangizga sihat salomatlik tilagan holda ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Ma'lumotlarga qaraganda 35+ yoshdagi ayollar ayniqsa o'z salomatliklariga e'tiborli bo'lishlari lozim. Chunki aynan shu davrda ayol organizmida bir qator o'zgarishlar ro'y beradi. Bugun siz ona bo'lasiz, Eko markazini malakali mutaxassislar bilan o'rta yosh ayollarning reproduktiv salomatligi haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Marhamat, o'z o'rningizni egallashingiz mumkin. Bugungi ko'rsatuvimiz ekspertlari bilan tanishing. Dilfuza Qurbonbekova, tibbiyot fanlari nomzodi, shifokor reproduktolog. Surayyo Yuldasheva, tibbiyot fanlari doktori, shifokor reproduktolog. Gulchehra Hasanova, preventiv dietolog nutritsiolog, O'zbekiston Dzyudo federatsiyasi bosh dietologi. Hurmatli teletomoshabinlar, xasta bo'lmang ko'rsatuvi jonli efirda. Agar bugun studiyamizga tashrif buyurgan mutaxassislarga savollaringiz bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qiling yoki Telegram chatimizga ham savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Va ilk suhbatdoshimni tanishtirib o'taman. Tibbiyot fanlari nomzodi, shifokor reproduktolog Dilfuza Qurbonbekova. Yana bir bor xush kelibsiz. Studiyada sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Suhbatimiz kerakli va manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Nima uchun 35 yoshdan oshgan ayollarga shifokor ginekologlar alohida sergaklik bilan qarashadi? Umuman olganda 35 yoshdan keyingi bo'lgan yoshni aytib o'tmoqchiman. Xuddi algebrada yoki matematikada bo'ladigan parabola yoki bo'lmasam tog'ni ko'z oldimizga kelsak, tog'ni shu eng yuqori cho'qqisi bu 35 yosh deb olamiz. Chunki 35 yoshgacha organizm o'sadi, gormonlar juda ham yuqori ko'rsatkichda bo'ladi va 35 yoshga kelgandan keyin biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, yiliga biza shu jinsiy gormonlarni va boshqa gormonlarimizni, o'sish gormonlarini 2,5-3% o'rtasida yo'qota boshlaymiz. Albatta bunga jamiyat, yashash sharoiti, boshqa kasalliklari bo'lgan holatda 10% gacha bu gormonlarni yo'qotamiz va buni natijasida 35 yoshdan keyin bizda muammolar boshlanadi. Qanaqa muammolar? Bu qandli diabetga bo'lgan moyillik yoki bo'lmasam qon bosimi kasalliklari, onkologik, ya'ni saraton kasalliklari bo'lishi mumkin va undan tashqari erta klimaks, ya'ni erta qondan qolish holati ham kuzatiladi. Shuning uchun bu yoshdagi ayollarga biz alohida e'tiborimiz bor. Tashakkur. Mana yuqorida aytib o'tdingizki, ba'zi bir kasalliklarga chalinishimiz osonroq kechadi. Misol uchun men ham deylik o'sha o'tish davri deb hisoblasak, chunki odatda biz o'sha 16-17 yoshdagi bolalarimizga shunday deymiz, lekin meni nazdimda ayollar uchun ham bu qandaydir o'tish davri hisoblanadi. Shu davrda ayol nimalarga e'tiborli bo'lishi kerak deb hisoblaysiz? Bilasizmi, klimaks, men klimaks bo'ldim deganda ayol kishi 60% dan ortiq gormonlarni o'sha yo'qotgan holatda bo'ladi. Va ungacha bo'lgan gormon yo'qotish albatta juda sekinlik bilan kechadi va ayol o'zini shu yosh davrida buni sezmasligi mumkin. Mana hozir gapingizni bo'laman, uzr, chunki biz klimaks deganda ko'zimizni oldiga aynan o'sha 50 ga yaqinlashib qolgan ayollar keladi, lekin bugun ko'rsatuvimiz davomida o'sha yoshlar orasida uchrayotgan klimaks haqida ham gaplashamiz. Ba'zida bu jarayon cho'zilishi ham mumkin, chunki eshitamiz 55 yosh, 60 yoshga borib qolgan ayollargina boshdan kechiradigan vaziyatlar ham bo'ladi. Lekin o'rta hisobda bu 45-50 yoshlar atrofida deb olsak. Qarang, erta klimaks muammosidan boshlaylik, ketma-ketlikda olib boramiz. Erta klimaks nimasi bilan xavfli?
erta klimaks bilasizmi? Erta klimaks bo'lgan ayollar to'g'risida gaplashsak, umuman klimaks o'zi nima? Klimaksda bu o'sha ayollik gormoni estrogen va progesteronlarni tuxumdon faoliyatini so'nishini aytamiz. Bu davrda ayol kishida shu gormonlarni pasayib ketishi kuzatiladi. Va bu gormonlarni pasayishi asosida nima yotadi? Buni asosida tuxumdondagi tuxum hujayralarining kamayishi yotadi. Tuxum hujayralari, tuxumdondagi tuxum hujayralari nafaqat farzandli bo'lish uchun, balki o'sha hayzning vaqtida kelishi, ayol kishini sochidan to tirnog'igacha bo'lgan salomatligini belgilab beruvchi asosiy brilliant organi hisoblanadi. Va erta klimaks deganimizda biz mana shu tuxumdonlardagi tuxum zaxirani 70 dan ortiq foizi yo'qolishi va albatta tuxumdon ishlab chiqaruvchi gormonlarni ham 70% dan ortiq kamayishi kuzatiladi. Buni qaysi belgilar bilan biza bilishimiz mumkin? O'zi ayol kishida hayzning kelish sikli 28 va undan yuqori, ya'ni 28 dan to 35 kungacha bo'ladi. Tuxumdonda tuxum zaxirasi kamayib borgan sari mana shu hayz siklini o'rtasi qisqara boshlaydi. 25, 24, 21 kunga ham tushadi. Shundan bilamizki, tuxumdonda tuxum zaxirasi kamayyapti va bu ayolda erta klimaks bo'lish holati kuzatiladi. Uni aksi bo'lsa-chi, chunki ko'p eshitaman dugonalarimdan, ba'zi holda 35 kundan ortiq jarayon o'tib ketishi mumkin. Ya'ni 40 kunda, 50 kunda bo'lishi mumkin. Bu ham klimaks alomatimi? Bu ham klimaks alomati. Bunda biz aytamizki, bo'ldi tuxumdonda tuxum zaxirasi qolmadi, tugadi. Oldin qisqarib oladida, keyin shunaqa 2 oyda bir, 3 oyda bir shunaqa qilib yo'qoladi va 1 yil davomida agar hayz kelmasa, biz klimaks davriga bu ayol kirdi deb qabul qilamiz. Tashakkur. Mana erta menopauza haqida gaplashyapmiz. Buni sabablari faqat gormonlardagi o'zgarishlarmi yoki qanaqadir boshqa sabablari ham mavjudmi? Menopauzani bo'lishi bu asosan tuxumdonda tuxum zaxirasining yo'qolib, so'nishi hisoblanadi. Lekin bundan tashqari yana bundan tashqari menopauzada bu gormonlar juda ko'p narsani boshqaradi. Menopauzaga kirgan ayollarni umuman psixologik holati o'zgaradi, uyqusini buzilishi holati buziladi. Chunki nafaqat jinsiy gormonlar, ya'ni o'sish gormoni ham kamayadi deb aytdim. Bu chuqur uyquda ishlab chiqaruvchi gormon hisoblanadi va bu gormonning ham kamayishi, bilasiz, ayollar uyqusizlikka uchraydi, uyqusi juda ham kam va yuzaki bo'lib qoladi. Undan tashqari eng menopauzaning kech belgilaridan bittasi bu suyak va bo'g'imlarning o'zgarishi, ya'ni suyakning yupqalashishi, bo'g'imlarni ichidagi shu suyuqlikning kamayishi va artroz kasalliklarining rivojlanishi bu holatga olib keladi. Mana hozir slaydda ham ko'rib turibmiz, demak bular ham belgilar, shundaymi? Albatta. Mana qizib ketish, ortiqcha vazn, kayfiyat o'zgaruvchanligi, uyqu buzilishini aytdik, mushaklar egiluvchanligini pasayishi va teri taranligini pasayishi, dog'lar paydo bo'lishi. Bu menimcha o'sha erta uchraydigan menopauzalarda bu belgilar ko'rinmasa kerak deb o'ylayman. Nima deysiz? Erta klimakslarda darrov shu belgilar paydo bo'lmaydi. Klimaks menopauza bo'lishi, qondan qolgandan keyin 3-4 yildan keyin bu belgilar paydo bo'lishi mumkin. Erta belgilardan biri bu qizib ketish va kayfiyatning tez-tez buzilishi bo'lishi mumkin. Ayol kishi tez kayfiyati buziladi, yig'loq bo'lib qoladi yoki bo'lmasam tez asabiylashadigan bo'ladi. Shu asabiylash davrida uni qizib ketishi yoki uni teskarisi sovuq qotib ketishi mumkin. Ularda tez o'zgaradi. Birdan sovuq qotish keladi yoki bo'lmasa birdan qizib ketish holati kelishi mumkin. Va albatta agar ayol kishi o'ziga qaramasa, sport bilan shug'ullanmasa, vaqtida uxlamasa, bu nimaga olib keladi? Bu o'sha biz aytamiz mushakning massasi, ya'ni og'irligi kamaya boshlaydi. Uni o'rnini kerak bo'lmagan yog'lar qoplay boshlaydi va bu ayolda biz kuchsizlikni kuzata boshlaymiz.
boshlaymiz va eng keyingi holati bu aytib o'tgan o'sha tog'ay ya'ni suyak va tog'aylarni qurishi boshlanadi, yupqalashi boshlanadi. Bu o'sha qondan qolgandan keyin 5-10 yildan keyin rivojlanadigan holat bo'ladi. Terining yupqalashi, klimaksning, menopauzaning birinchi yillarida bu narsani biz kam kuzatamiz, lekin 5-10 yil o'tgandan keyin bu narsa bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi paytda bizda menopauza yoki klimaks deb aytamiz. Bu xalq tilida klimaks, biz endi menopauza deb aytamiz. Bu juda ham yoshara boshladi, chunki akseleratsiya bu davr zo'r, lekin hozirgi bizga kirib kelayotgan IT texnologiyalar, ish faoliyati, ish kunini davomiyligi, oiladagi kech yig'ilishlar va kech uxlashlar bu klimaksni erta boshlanishiga sababchi bo'lyapti. Bizda o'zimizni sohamizga taalluqli 25-27 yoshlarda ham ayollar keladi va ularning tuxum zaxirasi kamayib ketganini kuzatamiz. Tashakkur. Mana muxlislarimizdan kelgan savollar ham bor. Yoshim 27 da, 1 yildan beri hayz ko'rmayman, shifokorga ko'rinsam erta klimaks boshlanibdi dedi. Hali farzand ko'rmaganman, nima qilsam bo'ladi? Bilasizmi, umuman tuxum zaxirasi bu ona tomonidan qizga ona qornida beriladi. Ma'lum miqdorda va mana shu ma'lum miqdorda berilgan tuxum zaxirasi bilan ayol kishi 50-55 yoshgacha yetib boradi va hayz ko'radi. Endi 27 yoshda hayzining kelmasligiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan narsa bu surunkali kech uxlash bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa bu ayolda ortiqcha vazn bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam bu ayolda nasllarida, ya'ni otalari yoki onalari tomonidan shunaqa ayollar bo'lgan, ya'ni tez tuxum zaxirasi tugab erta klimaksga kirgan ayollar bo'lishi mumkin va undan tashqari shu 27 yoshgacha qanaqadir jiddiy kasalliklarga kasallanib erta klimaks bo'lgan bo'lishi mumkin va biz tomonidan bo'ladigan yana bitta muammo, balkim tuxumdonlarda xirurgik operatsiyalar, ya'ni jarrohlik operatsiyalar o'tkazgan bo'lsalar ham bu erta klimaksga olib kelishi mumkin. Qo'shimchangiz bo'lsa marhamat, chunki 27 yosh meni nazdimda juda ham yosh, hali turmushga chiqmagan bo'lishlari mumkin, chunki farzandim yo'q deyaptilar. Bu qizimizda men istardimki, gormonlarni tekshirib ko'rish kerak. O'zi tuxum zaxirasini 3 ta faktori bor. Bu sababi bor. Bu o'sha antral follikullarni kamayib ketishi, antimüllerovoy gormonni tushishi va o'sha menstrualniy siklni yo'q bo'lishi, amenoreyani ko'rishimiz kerak. Buning uchun qizimizga biz aytar edik, o'sha ambulator sharoitida gormonlaringizni topshirib ko'ring. AMG va FSG gormoni, follikul stimulyirlovchi gormonga ham topshirib ko'rish kerak. Biz viloyatlarga ko'p konsultatsiyalarga chiqqanimizda bizlar ham ko'ramiz, keyin qizlarimizni darhol aytamizki, tezroq bu ishni nimani ustida ishlamasalar, keyinchalik farzand ko'rish o'sha salohiyati kamayib ketadi. Bugun men nimamda bugun ish jarayonimda 30 tacha kasal ko'rgan bo'lsam, shulardan 5 tasida shu nima tuxum zaxirasi kamayib ketgan edi. Ayniqsa yoshlardan? Yoshlarda. Hali 30 ga to'lmagan qizlar kelishdi hozir. Shunga men o'ylaymanki, bundan keyin ham bunaqa yoshlarimiz ko'payib ketadi, chunki bu ekologiyani buzilishi. Chunki bu gadjetlarni kechqurun foydalanib uxlamaslik, o'sha tabiat ochiq havoda yurmaslik va fizkultura bilan shug'ullanmaslik deb o'ylayman. Oldin bunaqa narsalar bo'lmagan. Bizlar esimizda bor, fusalahni ko'chada o'ynaganmiz. Hech qachon uyda o'tirib qizlar bilan ko'chada o'ynab, bolalar bilan kerak bo'lsa futbol ham o'ynagan vaqtlarimiz bor. To'g'ri aytasiz, chunki hozir harakat kam. O'sha hattoki oddiy piyoda yurishni ham hamma o'ziga ep ko'rmaydi. Juda ham to'g'ri aytyapsiz va gadjetlarni biz o'ylaymizki, bizga ta'siri bo'lmaydi deb, lekin yig'ilib albatta bu salomatligimizga salbiy ta'sirini o'tkazadi. Mana shu holda, mana tekshiruvlardan o'tgandan keyin siz nima tavsiya qilgan bo'lardingiz? Chunki avvalgi ko'rsatuvlarimizda biz hatto muzlatish haqida ham gapirgandik. Xuddi o'shani hozir aytmoqchi edim. Bizda yana hozir shunaqa innovatsion usul bilan shug'ullanyapmiz. Bu egzosomalar,
quyilyapti tuxumdonga yoki birinchi navbatda albatta biz tabiiy yo'l bilan harakat qilib ko'ramiz. Bu turmush tarziga e'tibor beramiz. O'sha juda ham ko'p mehnat faoliyati yoki o'sha fizikultura bilan shug'ullanish, oziq ovqatga juda ham e'tibor beramiz va yana juda ham e'tiborimni qaratmoqchi edimki, ekologiyasi yomon joylar bor. Zavod fabrikalari bor, Navoiy oblasti, Priorali deyiladi, bu Orolbo'yi mintaqasi, bu Nukus, Qoraqalpog'iston va Xorazm, Buxoroni qaysidir bir rayonlari, viloyatlar, tumanlari kirgan bunga. Keyin Olmaliq, Angren, bularga ham juda ham e'tibor qaratamiz. Shu yerdan kelgan qizlarimiz, yigitlarimizda shu zaxirasi kamayib ketyapti. Shularga ham shu viloyatlarda yashaydigan qizlarimizga, yigitlarimizga mani maslahatim tez borib tekshirib, albatta oddiy uzini tekshirib ko'rsa ham bo'lar edi-da, borib o'sha tuxum zaxirasini. Keyin bu qizlarimizga mani maslahatim tez borib ginekologga uchrab, gormonlarni tekshirtirib, kerak bo'lsa hozirdan o'sha gormonlarni berib turish kerak. O'sha yetmayotgan hamma vitaminlarga to'yintirib, iloji bo'lsa o'sha tuxum hujayradagi zaxirani saqlab qolishimiz kerak. Hozir bizda bu kriokonservatsiya deyiladi usuli. Tuxum hujayralarini saqlab qo'yamiz. Bir-ikkitadan yig'ib olib, shunaqa holatlar ham bo'lganki, 6 marta punksiya qilib bittagina embrion olib, bo'ydoq bo'lgan qizlarimiz ham bor. Bittadan folikula yig'ib olganmiz. Shuning uchun bu narsaga juda ham e'tiborli bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Tashakkur javobingiz uchun. Yoshim 37 da, bitta farzandim bor. 6-7 oyda bir hayz kelyapti, siklim buzilgan. Yana farzand ko'rmoqchiman, lekin tabiiy yo'l bilan bo'lmayapti. Eko qildirsam bo'ladimi? Albatta 37 yosh biz reproduktiv eng samaradorli reproduktiv yoshni 35 gacha deb qabul qilamiz. 35 yoshdan keyin albatta bu ayol agar homilador bo'la olmayotgan bo'lsalar, hayzlar o'z vaqtida kelmayotgan bo'lsa, reproduktologga murojaat qilib, eko amaliyotini bajarishlari va shuni orasida agar yana ham ko'p farzandli bo'lmoqchi bo'lsalar, tuxum hujayralarini muzlatishlarini so'raymiz ulardan. Chunki bu juda muhim. Tashakkur. Bir tanishim 31 yoshida hayzdan qolgan edi, yoga mashqlarini bajarib, turli batlar ichibdi, to'g'ri ovqatlanish tartibiga rioya qilgan. 10 yildan so'ng hayz sikli tiklanganini aytyapti. Shunday bo'lishi mumkinmi? Hamma narsa bo'lishi mumkin. Bizlar ham ko'p eshitganmiz bunaqa narsani, lekin 10 yil orasi bizlarni sal nimaga solib qo'ydi. 10 yil orasida bo'lmagan. Lekin menda bo'lgan o'zimda shunaqa bir kasalim, patsiyentim. Ularda giperprolaktinemiya bo'lgan. Chunki opxil o'sma bo'lgan gipofizda и 10 yil aminoriya bo'lgan. Ikkilamchi. Keyin o'sha giperprolaktinemiyani yo'qotganimizda 2 yil ichida sразу qayzi kelib o'zi homilador bo'ldi. Tabiiy, 10 yil bo'lmagan. Shunaqa bo'lishi mumkin. Balkim ularda giperprolaktinemiyadir, balkim giperandrogeniyadir. O'sha ko'p yoga bilan shug'ullanish, turmush tarzini yaxshilaganligi uchun ham balkim bo'lgandir. Bunga ishonish mumkin. Demak, bunday vaziyat bo'lishi mumkin. Hurmatli teletomoshabinlar, bir necha soniyadan keyin davom ettiramiz. Bizda reklama. Har bir ota-ona farzand baxtiga erishishga haqli. Siz ona bo'lasiz Eko markazi ana shu baxtni sizga taqdim etishda yaqindan yordam beradi. Klinikada malakali, o'z ishini mukammal biluvchi ayol reproduktologlar, Turkiyadan kelgan embriolog kabi mutaxassislar ayollar va erkaklardagi bepushtlik sabablarini o'rganib, davolashda sizga xizmat qiladilar. Maxsus idoralar ruxsati bilan eko amaliyoti faqat er va xotin o'rtasida bo'lib o'tadi. Natijalar haqida aytadigan bo'lsak, urug' foizi 0 qiymatida bo'lsa ham jarrohlik yo'li bilan eko amaliyoti bo'lib o'tmoqda. Siz ona bo'lasiz Eko markazida bugungi kungacha shu yerda davolangan oilalarning 1000 dan ortig'i siz ona bo'lasiz degan xushxabarni eshitishdi. Misol tariqasida birgina 2023-yil davomida 115 dan ortiq amaliyotimiz natijasida sog'lom bolalar dunyoga keldi. Siz ona bo'lasiz Eko markazi.
Hurmatli teletomoshabinlar, xasta bo'lmang ko'rsatuvi davom etadi va biz bejizga hozir bu stolni oldiga kelmadik, chunki sizlar ham yuqorida aytdingizki, ovqatlanish juda ham muhim rol o'ynaydi. Aslini olganda, siz bilan bir necha ko'rsatuvlarda ko'rishganmiz, suhbatlashganmiz va shaxsan meni atrofimdagi 50% qizlar bu narsaga ishonmaydi. Ya'ni qanday qilib men yeyotgan mahsulotlar ginekologik tomondan menga ta'sir o'tkazishi mumkin? Qanday qilib men yeyotgan ovqatimga qarab homilador bo'laman yoki bo'la olmayman deyishadi. Lekin siz bilan bo'lgan suhbatdan keyin men bu narsaga ishonganman. Keling shu haqida yana batafsil gaplashsak. Avvalo taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Haqiqatda mana ustozlarimiz aytib o'tishdi, hozirgi kunda ovqatlanish amaliyoti, umuman ovqatlanish jarayoni, uni ta'siri haqida juda ham ma'lumotlar ko'p haqiqatda. Balki bir vaqt bo'lib qolgandi, biz ovqatlanishga u darajada e'tibor qaratmadik. Oldimizga mana buni ham tasdiqlashadi, qabulga kelgan bemorlarga biz birinchi sog'lom turmush tarzini yaxshilashingiz kerak, asosan shunga bog'liq desak, ishonishmasdi, chunki o'ylashardi necha yillik bepushtlik, necha yillik o'sha hayz siklini buzilishi, qancha payt davomida davom etyapti, aniq qanaqadir og'ir holat yoki gormonal buzilish bo'lishi mumkin deb va dori yozib berishi, qanaqadir kapelnitsalar, osmokollar yozib berishi so'rashardi, lekin tajribamizda juda ham ko'p bo'lyapti. Faqat sog'lom turmush tarzi orqali nafaqat biz homiladorlikka erishishimiz, balki hatto bo'ldi tajribamizda aytganingizdek erta klimaks holatlarida ham o'sha harakat yetishmaganligi tufayli, turmush tarzini noto'g'riligi tufayli, uyquni yaxshilamaganligi tufayli bizda shunaqa demak follikulalarni tuxum zaxirasini kamayganini ko'rdik va biz turmush tarzini yaxshilaganda, ularni yurg'izganda, taomnomasiga e'tibor berganda mana shu zaxira paydo bo'lgan holatlarni ham ko'rdik. Demak, bu yerda hozir gapingizni bo'lyapman, uzr so'rayman. To'g'ri aytdingiz, chunki bepushtlik haqida gaplashganimizda ham bu haqida alohida gaplashganmiz. Mana erta klimaks deyapmiz. Ko'katlarni bunga qanday aloqasi bor? Keling shu haqida gaplashsak, chunki 27 yoshli mana bizni tomoshabinimiz yozganlar, 27 yoshda bu juda yosh. Balki o'sha 27 yoshdagini ham surish mumkindir. Balki 45-46 dagini ham surish mumkindir. Sirini ayting bizga. To'g'ri aytyapsiz. Mana aytib o'tishdi ustozlarimiz, gormonal buzilish bilan bir qatorda organizmda doimiy ravishda qanaqadir surunkali yallig'lanish o'chog'ini bo'lishi, xronический воспалительный protsess deymiz. Mana shu jarayon ham tuxumdon zaxirasini pasayishiga, erta klimaksga olib keladi. Mana shu yallig'lanishni olishda bizga yordam beradigan narsalar bular antioksidantlar hamda kletchatka, ya'ni ozuqaviy tolalar. Mana shularni biz asosan mevalarda va eng ko'pi sabzavotlardan olamiz. Shuningdek, hozirgi kunda bekorga aytilmayapti, ichaklar ikkinchi miya deb. Nafaqat ayollar salomatligida, balki hamma uchun kerak bo'lgan nerv tizimi, miya faoliyati yaxshi bo'lishida ham bizda ko'katlarimizni, sabzavotlarimiz roli juda ham katta. Sababi ichak faoliyatining yaxshi bo'lishi, shilliq qavatlarning sog'lom bo'lishi, bizning ichagimizda biz uchun foydali bo'lgan mikroorganizmlarning bo'lishi immunitetni ko'tarishda, yallig'lanish jarayonini pasaytirishda, gormonlar yetarli darajada ishlab chiqarilishda yordam beradi. Shuningdek, yana bitta ovqatlanishda bu mahsulotlardan tashqari yana bitta muhimi bu yog'lar, foydali yog'lar. Biz aytib o'tyapmiz, gormonal buzilish, gormonal yetishmovchilik yoki 35 dan oshgan ayollarimizda gormonlarni fiziologik pasayishiga qarab sekin ketadigan bo'lsak, biz bilamiz, barcha jinsiy gormonlar asosini yog'lar tashkil etadi, foydali yog'lar. Shuning bizda bo'lsa naborot 30 dan oshgan ayollarimiz yog' mahsulotlaridan qo'rqishadi, unchalik semirib ketamiz deb qo'rqamiz. Lekin aslida semirishga sabab yog'lar emas, foydali yog'lar emas, uglevodlar, oddiy uglevodlar hisoblanadi. Ya'ni oq unli mahsulotlar, shirinliklar, shakar mahsulotlar, mana shular ortiqcha vaznga olib keladi. Foydali yog', ya'ni omega 3 ga boy bo'lgan o'simlik moylari yoki bo'lmasa saryog' deymiz, durda yog'i deymiz, mana shu yog'lar hech qachon bizani unaqa tez qarishga olib kelmaydi. Demak, men bemalol saryog' yesam bo'ladi. Albatta, juda yaxshi. Bu men uchun bugun syurpriz bo'ldi, chunki saryog'ni yaxshi ko'raman deb yesammikan, yemasammikan deb yurardim. Demak, meni yoshimda bu foydali. Albatta. Yog'larni, foydali yog'larni
kerakli darajada iste'mol qilish kerak, chunki gormonlarimiz hosil bo'lish uchun bizga kerak bo'lgan eng asosiy tarkibiy qism bu yog'lar hisoblanadi. Demak, qarang, sabzavotlarni ko'ryapmiz, ko'katlarni ko'ryapmiz. Bularni qay tarzda iste'mol qilganimiz ma'qul? Salatlar qilibmi yoki o'sha bug'ni pishiribmi? Qanday nimalarni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Albatta, o'zi biz bemorlarimizga ko'katlarni, sabzavotlarni yeyishni tavsiya qilganimizda ko'p hollarda faqat bodring, pomidor turganini ko'ramiz stollarida. Salat degan tushuncha kamida 3 ta komponentdan iborat bo'lishi kerak, eng kamida. Va undan ham a'lo darajada bo'ladi, qachonki biz kamalak rangidagi hamma sabzavotlardan va ko'katlardan foydalanadigan bo'lsak, albatta. Kamalak bo'ldi. Mana shu, chunki har biriga rang berishda, uni xususiyatini berishda, ya'ni qattiqligi, deymiz, rangi bekorga emas, antioksidantlar, ma'lum bir moddalar bor va mana shu moddalar birgalikda aytganimizdek foydali bizga ta'sir ko'rsatganini ko'rishimiz mumkin. Eng birinchisi karam mahsulotlari ayollar organizmi uchun juda ham muhim. Chunki bular tarkibida kuchli antioksidant bo'lgan sulforafan moddasi bor hamda indol 3-karbinol bor, ayniqsa brokkolida buni ko'p ko'rishimiz mumkin. Indol 3-karbinol bizda ayollarda endometrioz holatlarida, juda ham autoimmun turli xil jarayonlarda, autoimmun kasalliklarda juda yaxshi yordam beradi va brokkolini biz mana chet elda davolash standartlarida ham ko'ramiz. Hattoki onkologiyani oldini olishda hozirgi kunda uni tarkibidagi indol 3-karbinoli juda ham katta ahamiyati bor deymiz. Shuning uchun ham miomasi bor bo'lgan ayollarimizga, ko'krak bezida fibroz, kistoz, mastopatiya bor ayollarimizga, umuman ayollar salomatligida aytganimizdek qanaqadir o'zgarish bo'lsa, birinchi o'rinda sabzavotlardan eng birinchi tanlov brokkoliga beriladi. Undan keyin demak gulkarom tarkibida vitamin C juda ko'p. Vitamin C bizada kuchli antioksidant hisoblanadi. Juda ham yallig'lanish, shamollash jarayonlarida va oshqozon ichak tizimini turli xil surunkali kasalliklarda ham yaxshi yordam beradi. Ko'katlar keladigan bo'lsak, ozuqaviy tolalari juda ham ko'p. Shuning uchun ham 2 mahal, 3 mahal kamida har kuni bizada stolimizda mana shu ko'katlar ishtirok etgan salatlar bo'lishi shart. Yana bitta life hack deymiz. Sabzavot qanchalik qattiq bo'lsa, shunchalik u yaxshi. Uni tarkibida kletchatka ko'proq hisoblanadi. Bu degani o'sha oshqozon ichak faoliyatida, bizni tezroq vazn tashlashimizda, qabziyat bo'lmasligida, o't qopi yaxshi qisqarishida juda ham katta ahamiyatga ega. Chunki 30 dan oshgan ayollarimiz juda ko'pchiligi shikoyat qilishadi bizga qabziyat muammosi bilan. Ya'ni ich qotish holatlari, hazm qilishda muammolar, mana shularda demak qanchalik qattiq bo'lsa shunchalik yaxshi yordam beradi. Demak, men to'g'ri iste'mol qilar ekanman, chunki tishim orasida g'irchillasa, demak, ana shu maza beradi deyman. Chunki deyarli shu yerda ko'rgan mahsulotlarni hammasini iste'mol qilganimda, hattoki brokkolini ham so'nggi paytlarda shunday chala pishirib, pishirmayapman ham, o'sha 10 sekund jarayonida shunday qaynagan suvga solib bemalol iste'mol qilyapman. Demak, to'g'ri qilyapman. To'g'ri. Yana bu yerda to'xtalib o'tishimiz kerak bo'lgan ikkita narsa bor. Bu bulg'or qalampiri bilan pomidor. Bulg'or qalampiri hamda pomidor tarkibida to'g'ri antioksidantlar, kletchatka, lipokin moddasi bor. Vitamin C ga juda ham boy bor-ku, lekin yallig'lanishni kuchaytirish mumkinligi haqida ham ba'zi manbalarda ma'lumotlar bor. Shuning uchun biz endometrioz holatida mana shu ikkita sabzavotni vaqtincha cheklab turishni tavsiya etamiz. O'rniga aytganimizdek mana almashadigan sabzavotlarimiz juda ham ko'p. Har gal ko'rsatuvga kelganingizda shunaqa maroq bilan tinglayman, chunki hamma narsani batafsil, chiroyli yetkazib bera olasiz. Sizga katta rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Biz jonli efirdamiz. Sizdan savollar kelyapti. Hozir shularni o'qib eshittiramiz. 55 yoshda ham klimaks boshlanmasa-chi, ayol uchun xavflimi deb so'rabdilar. Umuman O'zbekistonda, O'rta Osiyoda klimaksni bo'lishi o'zi kechroq 55-57 yoshda o'rta ko'rsatkich deb qabul qilamiz. Lekin bu ayolda qon ketishi bo'lmasa yoki bo'lmasam ikkita hayz orasida
shu qon kelish holatlari bo'lmasa, bu tabiiy holat bo'ladi, lekin bunday ayollarga maslahat beramiz, albatta 1 yilda bir marta ginekolog ko'rikdan o'tishi va bachadon ichki shilliq qavatini ya'ni endometriyni ultratovush yordamida tekshirib yurishlarini maslahat beramiz. Keyingi savolga o'tamiz. 50 yoshda hayz ko'rishim to'xtagan, 52 yoshdaman, boshim aylanyapti, qizib ketish, asabiylashishni gapirib o'tdingiz. Bosh aylanishi ham klimaksdanmi, siydik tutolmaslik haqida ham aytsangiz debdilar. Klimaks shu qondan qolgandan keyingi biz aytib o'tgan belgilarni uzoq vaqtgacha kuzatishimiz mumkin. Chunki biz aytamiz, tuxumdon zaxirasi so'ngandan keyin baribir ayolda shu estrogen, ya'ni ayollik gormonlari ishlab chiqarib turiladi va ular yog' to'qimasida ham boshqa shaklda, ya'ni estron shaklida yog' to'qimalarida ham ishlab chiqarilishi mumkin. Va yana bitta narsa bo'lishi mumkin, bizda mana hozir Gulchehraxon aytib o'tganlaridek, jigar faoliyatini buzilishi, safroni haydalishini buzilishi, oshqozon ichakdagi muammolar, organizmda o'z ishini bajarib bo'lgan gormonlarni jigarga kelib parchalanishi, safro orqali chiqishi, ichakdan chiqib ketish tizimi buzilganda bu yomon metabolitlar deb aytamiz. Estrogenlarning yomon metabolitlari qayta so'rilib, mana shu simptomlarni juda ham haligi yaqqol ko'rinishda ayolga ko'rsatib bezovta qilishi mumkin va undan tashqari o'sha mioma deymiz yoki bo'lmasa endometrioz, adenomioz kasalligiga sabab bo'ladi. Bu holatda ham shu metabolit gormonlarning ta'siri kuchli bo'ladi. Bu ayolga maslahat bergan bo'lardim. Albatta, gastroenterolog maslahatidan o'tib, jigar o't qoplarini tekshirtirib, ichak tizimini tekshirtirib, gormonlarni metabolitini chiqib ketishini yo'lga qo'yishlari kerak bo'ladi. Tashakkur. Yoshim 65 da, qabziyatim bor, sut ichib, dori ichmasam ichim kelmaydi. Shu haqda aytsangiz. Endi bu qanchalar sizga, ya'ni ginekologlarga taalluqli savol bo'lmadim, lekin javob bersangiz. Faqat bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Menimcha Gulchehraxon men bilan bu narsaga to'g'ri qo'shiladilar. Umuman 50 yoshdan oshganda sut mahsulotlarini iste'mol qilishni juda ham cheklash kerak. Ayniqsa sutni. Chunki bu sut mahsulotini parchalovchi fermentni o'zi bo'lmaydi 50 yoshda. O'zi undan ham yoshda bo'lmaydi. Bu yoshlikda o'sish uchun kerak bo'lgan mahsulot hisoblanadi va 50 yoshdan keyin sut mahsulotini iste'mol qilish boshqa muammolarga olib kelishi mumkin. Bu ayolda ham gastroenterolog, ya'ni o'sha imенно safroni chiqishi buzilgani va ichakni peristaltikasi, ya'ni uni harakati buzilganidan kelib chiqadi. Uni albatta gastroenterolog bilan maslahatlashishlari kerak. Tashakkur. Ana endi yana bir vaziyat, adenomioz haqida gaplashsak. Chunki aynan bu tashxisni juda ham ko'pgina ayollarga qo'yishyapti va shifokorlar ikki lagerga bo'lingan. Kimdir aytadiki, shunchaki sog'lom turmush tarziga rioya qilsang, doimo harakatda bo'lsang, sport bilan shug'ullansang, vaqtida dori vositalarini va vitaminlarni qabul qilsang, bu juda ham yengil o'tadi. Ba'zilar esa ultratovushga kelishing bilan seni qo'rqitishni boshlashadi. Qanday qilib, nimaga vaqtida kelmadingiz? Bu juda ham qo'rqinchli vaziyat. Hattoki ba'zi shifokorlardan eshitganmanki, onkologiyaga o'tib ketishi mumkin. Bunga albatta e'tiborli bo'lish kerak deyishadi. Siz nima deysiz? Bizlarning klinikamizda birinchi lagerga bizlar kiramiz. Bu bizlarni hamma xodimlarimiz endometriozga hech qachon operatsiya qiling deb aytilmaydi. O'zini, demak, operatsiyaga ham qandaydir oxirida biz boramiz bu yo'lga. Unda ham agar o'sha zaxiralari tugagan bo'lsa yoki og'riqlar juda ham bezovta qilayotgan bo'lsa, unda aytishimiz mumkin, lekin ko'pinchalik bizga kelgan kasallarimiz, Dilfuza Salohimni ham ko'p nima qiladilar, sezganlar. O'sha ko'rganmiz. Ularda hatto ekomoolajisiga yetmasdan o'zlari homilador bo'lyaptilar. O'sha dietologimizning maslahatlariga quloq solishadi. Bizlarni, demak, rekomendatsiya o'sha
hamma назначениялаrimizga quloq solishadi. Undan keyin endometrioz hatto operatsiyaga ham bormaydida. Bizlarda shu homilador bo'lib kelishyapti. Hatto hozir faqat bepushtlik bilan emas, endometrioz bilan og'ir kasal ayollarimiz, bolalari bor, ular ham kelishyapti bizga. Sizlarda shunaqa davolar ekanlar. Bizlarni viloyatdagi kasal doktorlarimiz, shifokorlarimiz bu narsani olib tashlash kerak deyishyapti deb qochib kelishadi bizning oldimizga. Hatto shunday holatlar bo'lganki, maktab yoshidagi qizlarga ham endometriozi bor qizlarimizni ham tuxumdonlarni olish kerak degan gaplar bilan kelishyapti. Biz darrov aytamiz, kelinglar bizga. Biz davolab boshlaymiz. Hatto katta shu 8 sm, 10 sm-lik endometriozlar bilan turmushga chiqib darhol homilador bo'lishyapti ular. Hozir juda ham ko'pchilik teletomoshabinlarimizni savollariga javob berib, ularni xursand qilyapsiz. Chunki aslini olganda shaxsan o'zim ham eshitganman, endometrioz, adenomioz tashxisi qo'yilgandan keyin homilador bo'lish juda ham qiyin, siz homilador bo'la olmaysiz degan gaplarni, lekin hozir siz buni aksini aytyapsiz. Demak, iloji bor. Lekin yosh qizlar haqida gapirdingiz. Demak, qizlarda ham uchraydi. Qizlarda ham ko'p uchrayapti. Nimaga bo'ladi? Embrional o'sha adenomioz o'chog'i degan bor. O'sha endometriy to'qimani boshqa organlarda hosil bo'lib qolishi bo'ldi. Endometrioz to'qimasini, endometriy qavatini. Bu narsa embrional shu tug'ilganidan ham bo'lib qolishi mumkin. O'sha ona qornida paytida noto'g'ri joylashib qolganidan ham bo'ladi. Endi ko'pchilik psixosomatika bo'yicha bu ko'proq o'sha o'pkalaydigan, ko'p xafa bo'ladigan qizlarimizda ham uchrashi mumkin. O'ziga hamma narsani o'sha o'ziga oladigan shunaqa qizlarimiz bo'ladi. Juda ham darhol xafa bo'ladigan qizlarimiz ham. O'shalarni ham ozgina psixologiyaga ham e'tibor berish kerak bo'ladi. Demak, hammasi bog'liq. Turmush tarziga keyin albatta mana shu endometriozlarga sut mahsuloti, gluten 3 oy, 4 oy shunaqa bermay turamiz va mana dietologimizni maslahatiga amal qilishadi. Qizlarimiz o'zlari ham homilador yoki o'sha nimalari, menstrual funksiyalari ham yaxshilanib ketadi. Tashakkur. 42 yoshdaman, 6 yildan beri adenomiozdan davolanaman. Bir tuzalib yaxshi bo'ladi, keyin yana qaytadan boshlanadi. Buni davolasa bo'ladimi yoki butunlay qutulish uchun bachadonni oldirishim kerakmi? Hozir deyarli javob berdingiz, chunki chindan ham shunday deyishyapti-da ba'zi shifokorlar. Agar simptomlari juda ham qattiq bo'lmasa, qon ketmasa, bunga tegib bo'lmaydi. O'sha klimaks paytida estrogen gormonlari kamayadi. Bu adenomioz o'choqlari ham yo'qolib ketishi mumkin. Shuning uchun uni oldirib o'tirish kerak emas, bachadonni. Kerak emas uni oldirish. Tashakkur. Yuqorida ham savol kelgandi va mana hozir peshob tuta olmaslik haqida ham gaplashsak, ayol kishi uchun bu juda ham noqulay vaziyat. Endi aslini olganda hamma uchun noqulay, lekin ayollar bunga ko'proq e'tiborli bo'lishadi. Hatto o'zim atrofimda ham yoshi kattaroq bir tanishim bor. Nigora, uyat bo'lsa ham aytaman, pampers taqishga majbur bo'lyapman, ya'ni taglik taqishga majbur bo'lyapman, chunki shunaqa muammoga duchor bo'lganman deb aytadilar. Keling shu haqda ham gaplashib o'tsak, peshob tuta olmaslik qanday sabablardan kelib chiqadi? Peshob tuta olmaslik sabablarini aytib o'tganimizda, birinchi navbatda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bu sidu qopini bizda shunaqangi hozir tendensiya ketadi. Birinchi sabablardan biri o'z vaqtida bo'shatmaslik. Misol uchun biz soatlab ishlab o'tiramiz, lekin o'z vaqtida shunaqa bir ayollarda bir narsa bor, tozalik nimasi yo'q, men bu hojatxonaga kira olmayman, uyimga borib kiraman degan holatlar ham bor. 7, 8, 10 soatlab misol uchun hojatga bora olmaydi va bu sidu qopini juda ham kengayib ketishi va albatta keyinchalik shuni ushlab turuvchi sfinkterni bo'shashib qolishi, chunki og'irlik juda suv og'irligi botadi, usha olmasligi mumkin. Ikkinchi sabab bu ortiqcha vazn. Ortiqcha vazn ham albatta sidu qopiga va sidu yo'llariga juda ham katta bosim ko'rsatadi va bu sidu tuta olmaslikka olib kelishi mumkin. Uchinchi sababi albatta bu shu gormonlarning yetishmovchiligi, ya'ni menopauza davrida, o'sha klimaks davrida estrogen gormonining yetishmovchiligi
sidu qopini sfinkterini bo'shashib qoldi. Chunki misol uchun axlat keladigan tomonda juda ham baquvvat muskulli sfinkterimiz bor. Qin atrofida ham xuddi shunaqa sfinkterimiz bor, lekin sidu qopida bu qon tomirlardan iborat bo'lgan sfinkter. Unda juda ham baquvvat sfinkter yo'q. Shuni natijasida ham qon tomirlarni juda ham ingichkalashishi, bir-biridan qochishi natijasida ham u yerda bo'shashish hosil bo'ladi va sidu tuta olmaslik. Yana bitta sababimiz bu tug'ruqlar. Ayniqsa katta vaznda farzandlar, katta vaznda bo'lgan tug'ruqlar yoki tez bo'lgan tug'ruqlar albatta bu narsaga olib keladi. Yana bitta sababimiz bu mana Gulchehraxon aytganlaridek juda ham ko'p yengil uglevodlarni iste'mol qilish. Bilasiz, mana kosmetologlar ham bu narsaga juda ham ko'p e'tibor qilib aytishadiki, birinchi kollagenni, ya'ni terini ushlab turuvchi bu kollagen hisoblanadi va uning birinchi dushmani bu yengil uglevodlar, ya'ni shakar moddasi hisoblanadi. Xuddi shunaqa sidu yo'llarida ham kollagen moddasini yetishmovchiligi bu yosh tanlamaydi. Har bir yoshda ham bu sidu tuta olmaslik holatini kuzatishimiz mumkin. Mana shu sabablar bo'yicha ayollar sidu tuta olmasligi mumkin. Birinchi simptomlari albatta bu sidu tuta olmaslik shamollaganda qattiq yo'talish, aksirish yoki bo'lmasam boshqa kuch, ya'ni jismoniy bir kuch ishlatadigan davrda paydo bo'ladi. Buni oldini olmasak, albatta bu chuqurlashib, siz aytgandek, pampersgacha ham yetib kelishi mumkin bu holat. Demak, o'z vaqtida shifokorga murojaat qilish kerak. Hozir siz deyarli darajalar haqida gapirdingiz. Turlari-chi, qanday turlari mavjud? Chunki hozir siz aytdingiz, qaysidir gormon, ya'ni estrogen yetishmovchiligidan kelib chiqadi. Yana qandaydir boshqa turlari bormi? Yana boshqa turlari ham bor. Bu biz aytamiz stress orqali, ya'ni stress orqali ushlay olmaslik bo'lishi mumkin. Demak, qanaqadir psixologik ta'sir bo'lganda ushlay olmaydi yoki bo'lmasa mana bir xil ayollarimiz aytadi, "Men sidu juda ham yaxshi ushlayman, lekin men tualetga borishim kerak bo'lganda men tez borishim kerak. Agar tualetga bormasam, meni sfinkterlarim qo'yib yuboradi, men sidu tuta olmayman." Demak, signal keldi, darhol borish kerak. Da, signal bordi, darrov borish kerak. Bu holat bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa haqiqatda o'sha sfinkterni bo'shashib qolganligi bo'lishi mumkin. Hozirgi paytda bu holatlarning albatta barcha nima deydi, noinvaziv, hech qanaqa xirurgiyani, jarrohlik yo'lini ishlatmasdan davolashimiz mumkin. Hozirgi paytda o'sha intim yo'llarini, sidu yo'llarini lazer texnologiyasi bilan ishlash yoki bo'lmasam u yerga xuddi mana ayollarimiz kosmetologga borib lablarini shirishadi yoki yuzlariga boshqa o'sha gialuron fillerlarni qo'yishadi. Biz ham o'sha sidu yo'li atroflariga qo'yib, ularni shu sidu tuta olmaslik muammolarini hal qilamiz. Demak, agarda shunday muammo bo'lsa, bemalol sizlarga murojaat qilishlari mumkin. Yana bir xastalik borki, buni hamma juda ham yengil xastalik deb qaraydi. Aslida ham shundaymi yoki yo'q bilmayman. Sistit. Ya'ni bizni o'zbek xalqimiz ayollar salgina shamollasa ham sistit bo'lib qolibman deydi. Shu xastalik haqida ham biroz ma'lumot bersak va agarda homilador ayol sistitga duchor bo'lsa, uni davolasa bo'ladimi yoki tug'ruqdan keyinginami? Bu xronik surunkali sistitga o'tib ketsa, buni tuzatish bu qiyinroq. Nimaga? Chunki agar sovuqda qolib ketsa, oyog'i sovqotsa yoki achchiq narsalar, ovqatlarga ham e'tibor beramiz, ko'proq kofe yoki qanaqadir sitrusli narsalar yesa ham, u yana asorat retsidiv beraveradi-da, yana qaytalanaveradi. Buning uchun birinchi navbatda bakpasev sidikni, bakpasevini o'sha bakterial mazok topshirish kerak bo'ladi. Bunaqada
qaysi antibiotiklarga, qaysi nimalarga to'g'ri keladi, qaysi dorilar bularga bu infeksiyaga to'g'ri keladi. Shuni topishimiz kerak birinchi navbatda. Undan keyin xotinni davolash kerak, albatta. Bitta o'zini davolab bo'lmaydi. Endi homiladorlik paytida shunda ham bularni mushaklari bo'shashgan bo'ladi. Progesteron gormoni ustunlik qiladi-da, homiladorlikni olib borish uchun. Shuning uchun o'sha mышцалari, muskullari bo'shashgan bo'ladi. Shuning uchun bu sistit, agar surunkali sistiti bor qizlarimizda bu yana ham retsidiv berib, shunaqa sistit bo'lib ketaveradi. Bunaqada biz o'sha Bakpasevda imенно keladigan, o'sha to'g'ri keladigan dorisini berib ko'ramiz. Agar ular bo'lmasa ham hatto местный o'sha quygan, o'sha furotsilin, shunaqa dorilar, antibiotiklar ham quygan vaqtlarimiz ham bo'lgan homiladorlarda. Endi buni qoldirib bo'lmaydi, chunki bu har kuni shunaqa yomon bir nimaga olib keladi-da, shunaqa holatga. Bu ayol hatto shunaqa bir psixologik depressiyaga tushib qoladi. Yoqimsiz. Shuning uchun buni davolash kerak, albatta. Buni hamma vaqt qarab turish kerak, sidigiga, o'sha охлаждение, sovuqqa qolmasligiga e'tibor berishimiz kerak. Xo'jayiniga ham aytishimiz kerak, siz ham yaxshilab lecheniya oling. Ko'plari qochib yurishadi. Birga davolanishmaydi. Shu homiladorlarda ham men e'tibor beraman, shu ikkalasi davolanishiga. Demak, agar birgalikda davo choralarini ko'rishmasa foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Tashakkur. Keyingi savol ham homilador ayolga bizda shunaqa holatimiz borki, misol uchun qin infeksiyasi yoki boshqa holatlar bunchalik homilaga ta'sir qilmaydi. Mana shu sidu yo'llarini infeksiyasi homilani o'sishiga juda ham kuchli ta'sir qiladi. Suv kamayib ketishiga yoki bolani yaxshi o'smay qolishiga yoki hattoki bolani ichida nobud bo'lib qolishiga sidu yo'li infeksiyasi juda ham muhim holat. Ko'pincha bularda sistit ham bo'lmasligi mumkin, lekin bakteriyalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun Surayyo Zaripovna aytganlaridek, albatta homiladorlik davrida birinchi bo'lib sidu yo'llari infeksiyasini davolash shart. Tashakkur. Yoshim 42 da, anchadan beri sistitdan qiynalaman. Shifokorlar operatsiya qilmasa bo'lmaydi deyishdi. Dori-darmon va giyohlar bilan davolashni iloji yo'qmi? O'zi qanday holatlarda sistitni davolash uchun operatsiya qilishga to'g'ri keladi? Bilasizmi, sistitda ham xuddi sidu ushlamaslikni klassifikatsiyasi bo'lingan holatlari bor. 42 yoshda bo'lsalar, bilasizmi, klimaksning birinchi belgilaridan sistit bo'lishi mumkin. O'zi bundoq o'ylab qarasak, sidik o'zi nima? Sidik bu mana xamirga qoradigan nomokopimiz bor-ku, xuddi shu narsani o'zi, ya'ni organizmdagi barcha tuzlarni olib chiqib ketuvchi suyuqlik hisoblanadi va o'sha nomokopni o'tkir qilamiz yoki namagini past qilamiz. Xuddi shunaqa agar bizda sidik 42 yoshda gormonlarning kamayishi birinchi bo'lib har qayerda sidu yo'llari, qin yo'llariga javob beruvchi gormonlarning kamayib ketganda birinchi bo'lib birinchi qo'ng'iroq bu sistit bo'lishi mumkin. Biz uni bakteriyaga qarshi davolaymiz, antibiotiklar beramiz, lekin ular bundan xalos bo'la olmaydilar. Nimagaki bu yerda o'sha shu zonaga gormon berish kerak. Bizda shu svecha holatlarida gormonlar bor. Ularni qinga berganimiz holatda sidu yo'llaridagi sistitdan ayollar xalos bo'lishadi. Va sistitda eng ko'p e'tibor beradiganimiz bu sidikning rangi. Shu unitazga kirib sevib chiqqandan keyin albatta bitta shu rangiga qarab qo'yish kerak. Bu yana biz kun davomida yetarli suv ichyapmizmi yoki yo'qmi ko'rsatkich hisoblanadi. Sistitda birinchi davo bu juda ko'p suyuqlik ichish. Sidikning rangi iloji boricha bo'lmasligi kerak. Undan tashqari, demak, agar to'q bo'lsa bu xavfli. To'q bo'lsa bu sistit omil hisoblanadi. Ya'ni o'ta bakteriyalarning tez rivojlanishi va o'sha o'tkir nomokopi shilliq qavatda shilishi, chunki sizni o'sha menopauzadagi ayollarning terisi qanaqa nima deydi, ingichkalashib, atrofiyaga uchrasa, u yerdagi shilliq qavat ham xuddi shunaqa yupqalashib ketadi va sidik uni shilishiga va sistitning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Tashakkur. Ayollarda hozirgi paytda ko'p uchraydigan holat bu bachadon tushishi. Chunki yaqinda bugun faqat tanishlarimda bo'layotgan vaziyatlar. Bir ayol mendan iltimos qildi. Yoshlari katta, 70 dan oshganlar, 3 ta farzandlari bor. Nigora, shunday muammo bor.
qiynalyapman, shuni operatsiya qildirmoqchiman, menga yaxshi shifokor topib bering dedilar. Bachadon tushadimi yoki u shunchaki pasayib qoladimi? O'zi bu qanday vaziyat va chindan ham buni birdan bir yo'li jarrohlik amaliyotimi? Buni har bir juda ham stadiyalari, darajalari bor. Shuning uchun bunga juda ham e'tibor berishimiz kerak. Dilfuza Allohimni ko'p bunaqa simptomlar bilan shug'ullanadilar. Shuning uchun Dilfuza Allohimni gapirib bersalar. Marhamat, nima qilsinlar? Mani tanishim. 70 yoshda uni albatta darajasini bilishimiz kerak. Ya'ni bachadon har doim menda bachadon tushib qolibdi, lekin bachadon yuqorida bo'ladi. Qinlarni xuddi ko'ynakni teskarisini adarganingizdagi qinlar tushib qolishi mumkin. Birinchi shunaqa nima deydi, qinlarni tushishi yoki bachadonni pastlayib qolishiga sabab birinchi qabziyat hisoblanadi. Ayol kishi qabziyatga yo'l qo'yish kerak emas. Bu doimo ich qotishi va kuchanish bilan ich keltirish bu mana shu qinlarni tushib qolishiga yoki bachadonni pastlashishiga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi omil albatta bu tug'ruq homiladorlik davri. Homiladorlik davrida bizni qizlarimiz bandaj taqishni, ya'ni matkani, qorinni ozgina ko'tarib yurishni xohlamaydilar. Ayniqsa issiq kunlari, yo'q juda ham isib ketaman deydi. Aslida bu mana shu bachadonni pastlashi, qinlarni tushib qolishini oldini oluvchi omil hisoblanadi. Va qiyin tug'ruqlar, katta tug'ruqlar o'sha yerdagi muskullarni kengaytirishi, yirtilishi sababida ularni tiklanmasligi shu narsaga olib keladi. Chunki ostimizdagi shu orqa ichakni atrofidagi, anusdagi muskullar, qin atrofidagi muskullar bu qo'pol qilib aytganda devorning fundamenti. Agar devorning fundamenti nurab ketsa, albatta devor nima qiladi? Tushib keta boshlaydi. Endi bu 70 yoshli tanishimizga nima deyishimiz mumkin? Albatta ular ginekolog ko'rigidan o'tishlari kerak. Agar haqiqatda bu ikkita oyoq orasiga tushib qolgan matka bo'lsa, ya'ni bachadon bo'lsa, uni operatsiya qilish kerak. Ikkinchisi, agar o'sha qabziyatga matkasi bachadoni pastlab qolgan ayollarda nima qiladi? Ich kelish muammosi ham bor ularda. Oxirigacha ichini keltira olmaydi yoki siydigini oxirigacha siyib bera olmaydi. Agar shunaqa belgilar bo'lsa, albatta bularni operatsiya qilish kerak. Lekin 70 dan oshgan ayollarimizda ko'pincha boshqa kasalliklar tufayli operatsiya qilish xavfi kuchli bo'ladi. Unaqa ayollarimizga biz pessariyalar taklif qilamiz. Ya'ni qinga o'sha bachadonni ushlab turuvchi gelivi deymiz, shunaqa pessariy qo'yiladi va ayol u bilan bemalol yurishlari mumkin. Tashakkur, hurmatli teletomoshabinlar. Bir necha soniyadan keyin davom ettiramiz. Bizda reklama. Har bir ota-ona farzand baxtiga erishishga haqli. Siz ona bo'lasiz Eko markazi ana shu baxtni sizga taqdim etishda yaqindan yordam beradi. Klinikada malakali, o'z ishini mukammal biluvchi ayol reproduktologlar, Turkiyadan kelgan embriolog kabi mutaxassislar ayollar va erkaklardagi bepushtlik sabablarini o'rganib, davolashda sizga xizmat qiladilar. Maxsus idoralar ruxsati bilan eko amaliyoti faqat er va xotin o'rtasida bo'lib o'tadi. Natijalar haqida aytadigan bo'lsak, urug' foizi 0 qiymatida bo'lsa ham jarrohlik yo'li bilan eko amaliyoti bo'lib o'tmoqda. Siz ona bo'lasiz Eko markazida bugungi kungacha shu yerda davolangan oilalarning 1000 dan ortig'i siz ona bo'lasiz degan xushxabarni eshitishdi. Misol tariqasida birginam 2023-yil davomida 115 dan ortiq amaliyotimiz natijasida sog'lom bolalar dunyoga keldi. Siz ona bo'lasiz Eko markazi.
Hurmatli teletomoshabinlar, xasta bo'lmang ko'rsatuvi efirda. 32 yoshdaman, hayz ko'rishim 30 yoshda to'xtab qoldi. Befarzandlikka davolangandim, davolangandan keyin hayz ko'rishim to'xtadi. Bo'qoq bo'lsa ham hayz ko'rishim to'xtagan bo'lishi mumkinmi deb so'rabdilar. Bo'qoq agar bo'qog'ida qanaqadir problema, o'sha nimalar bo'lsa, Muammolar bo'lsa, albatta davolanish kerak. Men aytganimdek, bu boyagi patsient giperprolaktinemiya edi. Bu ham shunaqa agar ovulyatsiya bo'lmasa to'xtab qolishi mumkin. Endi boya aytganimizdek, zaxiralarga e'tibor bersinlar. Men hozir aynan bu nimamizga o'sha teletomoshabinimizga aynan bularga aytmoqchi edim. Bular birinchi navbatda gormonlarni ko'rishlari kerak. Bu bepushtlikka davolanayotgan paytimda degan gaplariga unchalik qo'shilmayman. Demak, bularda qanaqadir o'sha muammo yechilmagan. Buni topish kerak. Birinchi navbatda sababini topishimiz kerak. Keyin bularda agar rostdan ham to'xtab qolgan bo'lsa, bu hayot tugadi degani emas. Bizda hozir shunaqa dorilar borki, bular bioidentik dorilar deyiladi. Gormonlar, ularni teriga surtiladi. Uni ichish ham kerak emas. Bunaqa dorilar bilan 90-100 yoshgacha borsa bo'ladi. Demak, hamma gormon, vitaminlarni to'g'rilab tursa, bular hech qanaqa muammo, bunaqa qizib ketishlar, bunaqa sidikni tuta olmasligi, boshqa muammolar ham bo'lmaydi-da. Shuning uchun tezroq shifokorga murojaat qilishlarini aytar edim. Hozir shu yerda menda savol tug'ildi. Hech shu haqda ko'rsatuv tayyorlamagan ekanmiz yoki meni yodimdan ko'tarilgan zaменяющая gormonoterapiya deydi rus tilida. Ya'ni kim odam o'zini gormonlari ishlab chiqarishi to'xtaganda yoki pasayganda ayollarimizga shu terapiya yordamga keladi. Keling shu haqda ham biroz gaplashsak. Bu qanday gormonlar? Chunki yaxshi bilaman, biz hammamiz bundan qo'rqamiz. Semirib ketaman, xunuklashib ketaman, sog'lig'imga zarar deb berilgan preparatlarni qabul qilmaymiz. O'zi aslida bu preparatlar qanday ishlaydi? Yo'q, bu noto'g'ri fikr. Bu narsaga qo'shilmayman. Bu gormonlar juda ham kichkina dozada beriladi va bu gormonlar o'sha odamni organizmiga gormonlarga o'xshash tarzda qilingan, ishlab chiqarilgan. Bu sintetik narsa emas. Birinchidan, ikkinchidan bu narsalar har xil formasi bor. Estradiol, estron, endi buni xalq tilida teletomoshabinlar unchalik tushunmasligi mumkin. Men oddiy qilib tushuntirsam, bu gormonlar bizda onkologiya chaqirmaydi. Ikkinchidan, uchinchidan bularning metabolizmi yaxshi kechadi. Agar biz o'sha Safro Salohni aytganlaridek jigar bilan ishlasak, o'sha metabolizmni, estrogen metabolizmini to'g'rilasak, bu gormonlar hech qachon yomon narsaga olib kelmaydi va semirtirmaydi ham hatto. Demak, klimaks boshlangan ayollar, endi xalq tilida gapiramiz, klimaks boshlangan ayollar mana shu terapiyani shifokor yordamida qo'llasalar, ko'pgina o'sha noxushliklardan uzoqroq yurgan bo'ladilar. Chunki aslini olganda yoqimsiz holatlar bor-da ularning ichida. Demak, har birimiz shifokorga murojaat qilib, o'zimizga kerakli gormonoterapiyani olsak bo'ladi. Va qo'lingizda savol bor, adashmasam, shu bilan keyin ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. 6 oylik homiladorman. Oyoqlarimda va qinda ham varikoz bor. Bunday holda tabiiy tug'ruq xavflimi? Belimda grija ham bor. 6 oylik homilador ekanlar, albatta agar oyoqlarda varikoz bo'lsa, biz ko'proq qinni ko'ramiz. Qinda agar varikoz bo'lsa, tabiiy tug'ruqni xavfli hisoblanadi, chunki bu varikozlar yorilib ketishi mumkin. Biz kesar kesish jarrohlik operatsiyasini taklif qilamiz. Belda bo'lgan grija kesar kesish operatsiyasi yoki tabiiy tug'ruqqa uni ta'siri bo'lmaydi, lekin bularga maslahat bermoqchiman. 6 oylik homilador ekanlar, albatta o'sha tug'ruq homilador davridagi bandaj taqishlari kerak. Bu varikozlar yana rivojlanib ketmasligi mumkin va oqsilga ko'p bo'lgan taomlarni iste'mol qilishlari kerak, chunki varikozni asli tegi sababida oqsil yetishmovchiligi yotadi. Tashakkur. Bugun ko'rsatuvimiz davomida bir necha mavzular tanlangan edi va bu mavzular bo'yicha kelgan savollarga batafsil javob berganingiz uchun sizdan minnatdorman. Chunki odatda ko'rsatuvimiz bir yo'lda ketardi, bugun har xil savollar bo'ldi va har xil savollar orqali shaxsan o'zimga ham kerakli ma'lumotlarga ega bo'ldim. Vaqtingizni ayamasdan bugun ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun, bizni ko'rib turgan teletomoshabinlarimizning savollariga javob berganingiz uchun sizlarga
sizlarga katta rahmat. Kelajakdagi barcha ishlaringizda omad yor bo'lsin. Hurmatli teletomoshabinlar, bugungi mavzu sizga qiziq bo'lsa, siz o'z fikr va mulohazalaringizni Telegram chatimizga yozib qoldirishingiz mumkin. Agarda qandaydir mavzuni yoritishimizni istasangiz, uni ham albatta yozib yuboring. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.